Tezkor xabar. O'zgidromet 24-dekabrda qanday o'quv bo'lishini ma'lum qildi. O'zgidromet 24-kuni o'quv prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, chorshanba kuni yog'ingarchiliksiz o'tadi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 38 metr/sekund tezlikda esadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Shamol shimol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.